Assalomu alaykum. Uzumchilikka, bog'dorchilikka qiziqadigan va endi qiziqayotgan aka-ukalar va biz uchun aziz va qadrli bo'lgan bobo dehqonlar. Bugun 2025-yil 22 oktyabr sanasi uzum ko'chatlarimizni sotuvga qo'ydik. Mana hozir uzum ko'chatlarimizning holatlarini sizga ko'rsatib o'tamiz. Mana bu avatar uzum ko'chatlarimiz 1 yillik ko'chatlarimiz. Bularni qo'porib bir yerga jamlab bosdik. Chunki bizning ishimiz ko'p, uzumlarimiz ko'mishimiz kerak. Shuning uchun hamma narlarni qo'porib bir yerga yig'nadik. Mana avatar uzum ko'chatlarimizning 1 yillik holatlari. 4, 5, 6, 7 mutuklari nartib pishgan. Mana men aytyapman. Mana salkam bir qarshi yeri nartib pishgan. O'zida 1 yillik ko'chat shunaqa bo'ladi. Yaxshi e'tibor bersangiz, undan ham yaxshi bo'lishi mumkin. Mana avatar uzum ko'chatlari. Mana bu manikür finger. Mana 1 yillik ko'chati. Manikür fingerding. Mana bunaqa devlar ham bor. Mana bunday sal maydaroqlar ham bor. Bu manikür finger 1 yillik ko'chati. Bundan kamroq. Mana bu o'zimiz mahalliy uzumlardan Husayni ko'chatlarimiz holati. Mana bu esa kelin barmoq. Bu ham 1 yillik ko'chatlarimiz. Buni ham mana baquvvatlari ham bor, ojizlari ham bor ichida. Mana bo'lsa xirmoni ekan. Mana xirmoni 1 yillik ko'chatlari. Tomirlari bularni endi ko'mib qo'yamiz. Hozir tomirlari ko'rinsin deb to'proqdan so'rib olgandik buni. Xirmoni ko'chatlari. Mana bu rizamat ko'chatlari 1 yillik bu ham. Rizamat, xirmoni, kelin barmoq, Husayni ko'chatlarining baholari 20 ming so'mdan. Manikür finger, avatar ko'chatlarimizning narxlari bo'lsa 40 ming so'mdan. Kimga kerak bo'lsa bizga murojaat qilasizlar. Ekranga nomerlarimizni yozib qoldiramiz. Bemalol so'rashlaringiz mumkin. Bizga like bosing, obuna bo'ling. Biz albatta xursand bo'lamiz. Biz faqat ko'chat sotmaymiz. Sizlarga sotgan ko'chatlarimiz qanday egish kerak, qanday parvarish qilishimiz kerak, shular haqida ham sizlarga maslahatlar berib boramiz. Yil davomida Xudo xohlasa birgalikda uzumlarimizni birgalikda qaraymiz. Bizga obuna bo'ling, like bosing. Biz albatta xursand bo'lamiz.